Minecraft, lekin men bu videoda ko'plab olmoslardan barcha aslahalarni yasaman. Nezerda esa nezerit qoldiqlarini qidiramiz va barcha kiyimlarimizni nezeritlaymiz. Mana spawndan bo'ldik. Bu yer yaxshi. Avval biz qishloq topishimiz kerak. Undan oldin esa daraxt chopib olamiz bir nechta. Mana endi qishloq qidirgan chiqsa bo'laveradi. Qaysi tomondan boshlashni hozircha bilmay turibman. Menimcha buni orqasi okean bo'lsa kerak. Yaxshi mana shu tarafga qarab ketaveramiz. Men bu yerni juda ko'p istadim. Lekin baribir nihoyat qishloq chiqdi. Bu qishloqdan bizga faqat ovqat kerak, ya'ni somonni biz nima qilishimiz mumkin. Oldin mana qanaqa uy ekan. Menimcha temir eritadigan uy bo'lsa kerak. O'sha yer ekan. Bu qishloqning narigi tomoniga qanday o'tish mumkin? Xo'sh. Aylanib o'taylikmikan? Yaxshi, aylanib o'tamiz. Aylanib o'tish baribir yaxshiroq. Ya'ni mana bu uydan bitta divan olamiz. Baribir bu yerda sandiq bo'lmaydi. Bu divan bizga kelajakda kerak bo'ladi. Mana bu shakar qamishlarni ham olamiz. Bular ham kerak bo'lishi mumkin. Balki mana bu yerdagi ko'mirlarni keyinroq olamiz. U qishloqning narigi tarafida esa temirchining uyi bormikin? Temirchining uyi bor ekan. Yaxshi. Mana somon bor ekan. Endi bu somonlarni birinchi olishimiz kerak. Bu somon lekin baribir bizga yetmaydi. Ko'proq topishimiz kerak. Hali temir ham ko'lash yoki go'limni olish kerakmi? Ular kerakda. Xo'sh, nima qilamiz endi? Yaxshi, temirchining uyiga borish kerak. U yerdagi narsalarni bitta ko'rib olish kerak. Suzib o'tamiz. Qani? Mana bu lavalar ham kelajakda keyinroq kerak bo'ladi. Bashta lava bo'ladi-yu. Xo'sh, sandiqchida nima bor ekan? Yo'q, 3 ta olmos. Bundan biz kelajakda hali kirka qilamiz. Yoki soat yasaymizmi? Cho'ta somon ko'rgan. Somon bor ekan. Shu somonni ham olamiz. Iloji bo'lsa bizga bir stak non bo'lsa yetadi. Aytgancha men bu nezerit kiyimni 3 kunda yasadim. Atiga 3 kun. Mana bu yerda ham somonlar bor ekan. Endi cho'chqalarni ozod qilish kerak. O'zlari qochib ketishyapti. Chiqinglar cho'chqalar. Buni ham olamiz. Bo'ldi, yetadi endi. Endi narigi tarafdagini ham olsak. Bu uyda orqasida ham hozir somon bor, uni ham olamiz. Oho, bu yerda ancha ko'proq ekan narigi tarafdagidan ko'ra. Yaxshi, hammasini olamiz. O'zi bularni bolta bilan qilish kerak, lekin qilich bilan qo'ldan ko'ra tezroq qolinar ekan. Aytgancha bu Minecraftning 1.18 versiyasi. Barcha yog'ochga aylantirib olamiz, verstak. Endi esa qo'yamiz. Buni yasaymiz. Va mana hammasini nonga aylantirib oldim. Endi verstakni o'zimiz bilan birga olib ketamiz. Kelajakda kerak bo'ladi. Quyosh hali berib o'tmasa kerak. Bu yerda bitta somon qolib ketibdi, buni ham olamiz, kerak bo'ladi. Balki pastga tusharmiz biror joydan sakrab. Nezerga borganda baribir suv ishlamaydi-yu. Endi bizga temir kerak. Golem temir ko'rdim. Kirkani olamiz.
temirda barchasini ko'rib olamiz bitta. Xullas menda 12 ta temiri bo'ldi. Endi bularni eritish uchun boyayotgan ko'mirlarimizni qazib olamiz. Ko'mir qazib bo'lgandan keyin tunchiq qolibdi, uxlavordim men. Ertasi kuni esa bu temirlarni eritishni maqsad qilib qo'ydim. Va shunday qildim ham. Mana barchasi erib bo'ldi, 14 ta. Endi bizga aslaha yasamaymiz. Yaxshisi qalqon yasab olaylik himoyalanish uchun. Endi mana shu yerdan olmos qidirishga ketdik. Kirkida ko'rdik axir. Olmos. Yo'lda temirlarga juda ham omadim keldi. Bitta blokka ulashimni bilaman, menda olmos bor. Va nihoyat, azizlar. Mana olmos. Pastida ham bor ekan. Kiravi nima qiladi? Voy. Mana oltin ham bor ekan. Buni keyinroq olamiz. Oldinlarni ham ko'rish kerak, balki ularda ham bo'lishi mumkin. Hozircha yo'q, chiqmayapti. Yo'q, tepamda bor ekan. Menda esa barcha xullas bu yerdagi olmoslarni olib chiqqan. Menda esa 20 ta olmos bor. Endi bu yerdagi barcha daraxtlarni o'zimga keraklisini ko'lab olishga maqsad qildim va shunday qildim. Ko'lab bo'lganimdan keyin esa qarasam tunchiq qolibdi va uxlavordim. Ertasi kuni esa men Nezerga borishga qaror qildim. Shuning uchun qishloqning narigi tarafiga o'tib Nezer portalini qurishni boshladim. Oldin esa barcha aslahalarni yasab olamiz. Video boshida aytganimdek, mana tayyor. Men keyinchalik kirka ham qilamiz. Bu yerda sandiq ochib ko'raylikchi. Mana shu birinchi ikkita izumrud yaxshi. Lekin bu ikkita izumrudga biz nima ham olardik? Saqlab qo'yaylik, balki kerak bo'lar. Aytgancha videoning ikkinchi qismini chiqarmoqchiman. Like va obuna bo'lib qo'ysangiz, videoning ikkinchi qismida biz dragon bilan urishamiz. Bu qishloqqa o'xshaymikan. Artefaktni o'rtog'i qishloqiga. Bu ham anchadan beri videolarda ko'rinmay qo'ydi. Nima deb o'ylaysiz? 8 ta obsidian yetadimi? Menimcha 10 ta ketadi. Hozircha bularni qo'yib olamiz. Bularni qo'yib bo'lgach, menga 2 ta yetmay qoldi va 2 tani boyagi aytgan lavamdan paqirda yasab ikkalasini ham olib oldim. Endi bularni suvga qo'yib, bittasi mana, ikkalasi ham bo'ldi. Endi bularni shunday ko'lab olsak, qo'yib bunday 2 ta obsidian tayyor. Lekin bizda shajarga bormikan? Voy, yo'q ekan-ku. Yaxshimi uchala gravini ham kremenga aylantirib olamiz. Buni shu 33% bo'lish kerak. Va tayyor. Aktivlashtiramiz. Mana Nezerga olg'a do'stlar. Endi Nezerda bizni nimalar kutyapti, xudo biladi. Kirib ko'raveraylikchi. Ketdik. Iloji boricha Nezerni topishga harakat qilamiz. Voy. Chatoqda tibidan orolchada spam qo'ydi.
pastni ko'rish kerak bu yerda. Hozir mana olovlar o'chirib olaylik. Qani. Voy-o, baland. Bitdan sakrash u ahmoqlik-ku. Yaxshi, mana olovni ham o'chirib, o'ch. Ha, bunisini ham. Endi bizga bitta mashdagi bloklardan kerak, narigi tomonga o'tish uchun. Bloklarni ham olmos kirgida tezda ko'lay olamiz. Bitta bizga ko'ppas 5 tacha ham yetadi o'zi. Narigi tomonga ozgina blok qolgan ekan. Bu yerdan o'ta ehtiyotkorlik bilan o'tish kerak. Tushib ketib qolish amri mahol. Yaxshi o'tirib olib yuramiz. Lekin o'tirib olib yurish juda sekin. Ana o'zingdan ko'r. Bu senga meni kelib urdibdimi? Hamma cho'chqalar ham hozir kelib tushib ketib qolsa-yu. Juda ularni IQsi balandga o'xshayapti, tushib ketmaydi. Qattiqlar. Ular kalla qo'yadi, takalaydi. Uzoqdan yugurib kelib takalaydi. Chetdan turib. Mana yasam. Mana shu yerda yoyib yuboraman hozir uni. Ana. Bo'ldi. Oldin tushib ketarmikan bundan daraja. Yana blok qo'yamiz. Haligi ko'lagan bloklarimizni olamiz. Va uni ham qo'yamiz. Tayyor. Endi esa mana cho'chqalar o'ldirib qo'yishmasa bo'ldi. Yoki gazmi? Kela qo'yapti. O'ldi. Yugurib kelishini. Ursa yana qaytib ketyapti. Hozir o'ladi u ham o'ldi. Birdaniga 3 tami? Yo'q. Birdaniga 3 ta yo'q. Bittadan keylar. Baribir yo'q tashadim. Menga emas u. Bularga emas meni o'ldiradigan. Ana, gaz keldi. Qoch. Yugur, yo'q. O'ta yomon ko'raman shu gazni. Sekin bu yoqda o'tamiz. Neziritdi. Menimcha bu biyomda bo'lmaydi. Oldin qorimizni to'ldirib olamiz. Boshqa biyomni axtaramiz. Neziritdi. Agar bastonni shunaqa topsak, ichida oltinlari ko'p, oltin bloklar bo'ladi-yu, o'sha joy. Masalan, cho'ta nimadir borda. Topdik. Endi narigi tarafga o'tish kerak. Lekin betdan sakrash ahmoqlik. Yaxshi, mana shu yerdan yuraveramiz ko'lab. Uzoqqa o'xshamayapti, yaqinda chiqadi menimcha. Mana ularni ham ko'la olamiz. Yuraveramiz endi. Oxirigacha ko'laymiz endi. O'zi menimcha mana chiqib qolay dedi. Va chiqdi. Endi u yerga borish uchun bizga bloklar kerak. Bloklar yetmaydi. Yaxshi qizil blokdan nomi esimdan chiqarib qo'ydim. O'shandan ko'p kerak bizga. 1.5 stack, 2 stack yetadi. Xo'sh, endi qurishni boshlasak ham bo'laveradi. Yoki blok olar ekan. Mana shu yerdan 1.5, 2 stack blokni olamiz. Keyin betdan surib boramiz. Agar o'ltirib qo'yishmasa, palakatlar. Mana kamon o'tadiganlari bo'ladi. Ammo ular lekin lavada o'lishadi. Piglilar. Ular bilan savdolashib o'tirmaymiz. Shunday ketib boramiz.
agar nezerit bo'lsa. Lekin oltin aniq bo'ladi, bloklab bo'ladi, staklab bo'ladi oltin. Cho'chqa uryapti. Bir-birini uryapti. Do'stingni nimaga urasan? U ham yaqiniga borib ketyapti. Yaqin kalla qo'ysa bittada o'ladi. Kalla qo'y. Men bilan rosa urushdi-yu. Hozir o'ladi. Bitta vaqt o'ladi. Aytdim-ku. Meni olmay kelyapti. Voy palagate. Buni sakrab ura olamanmi-kana? O'rnash olamiz. Va bo'ldi, o'rnashdik. Endi sakraymiz. Sakradik. Sop qo'yyapti-yu. Barakat, sop. Menga o'qing ta'sir qilmaydi, ko'rmayapsan, qo'limda qalqon bor. Endi bir masjidlardan kavlab ko'raylikchi. Odatda ular uzun bo'lardi. Qalin, ana oltinlar o'z ko'rinishni boshladi. Masjiddan hech kim xalaq bermayman sakrasam agar. Sekin masjiddan sakrab boramiz. Hop. Yaxshi, jonim ketmadi. Mana uni endi o'ltirib yuboramiz. O'l. Lava o'tib yon ketadimi? Oltinni qaranglar, lekin bizga bular bir tilak kerak yo'q. Oltinim shundoq ham yetarli. Va bu yerda nima bor ekan endi? To'g'rilaylar. Ochamiz. 5 ta nezerit. Ishtondan bor ekan, qoyil. Ishtonni kiyib olamizmi? Yo'q. Tezroq yaxshisi bu yerdan qochish kerak. Tepaga ulaymiz, qochamiz va bu yerdan endi blok qo'yib portal oldigacha borib olsak bo'ldi. Portal oldigacha. Mana do'stlar, men kelib oldim uyga. Endi esa barcha kiyimlarimizni nezeritga aylantiramiz. Xo'sh, ana ishton, kiyim, bosh kiyim, hattoki kirkamizni ham nezeritlab oldik. Endi bularni bitta kiyib olamiz. Kiyimga qilay. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna va like bosishni unutmang. Kelasi videolargacha xayr.